Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hammaga. Bizga o'xshab yangi Yevropaga yangi fura haydovchisi bo'lib ishga kirganlarga maslahat boshimda o'tkazgan. Shu kuni kecha boshimda o'tkazganim. Kemping topolmasangiz, vaqtingiz kam qolganga, smenangiz yo'qlashiga arafasida vaqtingiz kam qolganda kempinglar kechqurunga Fransiyada bo'lsa ham, Germaniyada вообще kemping topolmaysiz. To'g'ri, chunki hammasi 7-5 kechqurundan keyin hammasi zaynab bo'ladi, bironta joy topolmaysiz. Fransiyaga ham shu ahvol почти. Kechqurunga qarab kempinglar hammasi zaynab bo'ladi. Mabodo vaqtingiz kam qolib kemping topolmay, biron kishi sizga aytsa, ana shu ekstranniy случай uchun soska degan anavlar bor. Endi o'zbekchasida qanday deyiladi? Ekstranniy variant uchun to'xtashga mo'ljallangan yo'lakcha bor. O'shanga to'xtab dam olmoqchi bo'lsangiz, ana bu hozir ko'rsataman, mana bunday. Mana bunday ana shu sos joy deyiladi, ekstranniy случай uchun. Ana shu yerda ko'p kishi kechqurunga joy topolmasa, yo'lda joy topolmasa ko'p kishi ana shunday soskalarda yopadi. Endi bu qo'pol so'zlashib o'ylamang. Soska endi soskani shunday deyiladi. Ekstranniy случай uchun yo'lak. O'sha uchun to'xtashga tavsiya bermayman, chunki men kecha shunday joyda to'xtadim soskada. Men beri yangiman hol Yevropada. O'yladimki, shu joyda ko'p kishini ko'rdim to'xtagan, ko'p kishi joy topolmay kempinglar zaynab bo'lgandan keyin 5 ertalabga yaqin politsiya kelib turg'izibdi meni, uyqumdan buzibdi. Birinchidan uyqudan qolasiz. 5 ertalab eshigimni xuddi bir yomon dushmaningiz kelib eshigingizni taqillatadigan shunday qattiq urib taqillatibdi. Keyin menga aytibdiki, bu yerdan hayda debdi, bu yerda to'xtash mumkin emas debdi. Men unga tushuntiryapman, meni 9 soatlik pauzam bor. 9 soatdan 8,5 soat o'tdi, yarim soat pauzam qoldi. Shu yarim soatni o'zi o'tiray, keyin smenamni ochib ketaman desam, yo'q deydi, tushunmaydi. Fransiyaning politsiyasi bittasi erkak, bittasi ayol. Men ular bilan telefon Google Translate orqali, переводчик orqali gapiryapman. Даже eshitishni xohlamaydi. Menga telefonni ko'rsataman, eshitmayman deydi. Move deydi, go to the move deydi, ket bu yerdan deydi. Aytaman, endi inglizchani bilganimcha gapiryapman. 20 minut deyapman, pauza, 20 pauza deyapman. O'ylasi yo'q, ket bo'lmasa deyapti, translate orqali ko'rsatdi. Bo'lmasa deyapti, men evakuator chaqirib, hozir seni shtrafsenga olib ketaman deyapti. Keyin 8,5 soat dam olib, yarim soat qolganiga bir kunlik dam olish, 9 soatlik dam olish sistemamni buzib haydashga to'g'ri keldi. Ham shtraf yozib berdi, 135 euro shtraf yozib berdi. Hozir videosini qo'yaman. O'sha uchun tavsiya bermayman. Iloji bo'lsa, vaqtlaringizni oxirigacha haydash kerak emas. 1 soat qolganiga, ikkinchi 4,5 soatlikda 1 soatda qolganida kemping qidirsangiz bo'ladi. Kemping qidirsangiz bo'ladi, majbur qidiring. Chunki topolmaysiz, kechqurunga yaqin biron joyda kemping topolmaysiz, bo'sh kemping. Shuning uchun ehtiyot bo'lingan. Mana bu bizning Yevropada birinchi shtrafimiz. Inshaalloh oxirgisi ham bo'lib qolsin. Bundan keyin shtrafga tushmaylik. Bizni shtrafga tortishyapti politsiya. Joy topolmadik kempingga. Shtrafga tortishyapti.